Eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Damas mashinasi bor. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, zo'ridan, tinig'idan haydayman deganlar bemalol baraka qilsalang bo'ladi. Meni o'zimga yoqdi. Mashina tiniq zo'r holatda turibdi ekan, gerbliklar bo'ylari bor. Oldi eshiklarini ikkitasini shumka qilib qo'yishgan ekan. Balonlarning holati ham yaxshi. Salonlari ham qaranglar, mana shu joylargacha mehr berib salafanlar qilib qo'yish bilan salonlari ham, barlari bor, chiroyli turibdi. Nimalarni ham terdirishgan ekan, tablolarni torpedagacha chexollar tashab qo'yishdi. Patollarni ham kalonkaladi. Kalongasimi nima u? Patollarni zo'r qilib. Patollarga qilingan mashina ekan. Temir metan gazlari bor. Kraskasi ham top-toza ekan. 150 ming kilometr atrofida ko'rdim. Hozir yana bitta ko'rib beraman. Hop, esdan chiqib qoladi. Ko'p mashina ko'rayotganmiz. 158 ming ekan. 158 ming kilometr yurgan mashina. Tinig'idan, zo'ridan haydayman deganlarga faqatgina ishonchdan berishmas ekan, faqatgina oformleniya bo'lar ekan mashina. $5200 ga telefon qilib baraka qilaverasizlar. Zo'rini haydayman deganlar ulgurib qo'yinglar.